Nahotki o'tmishga tushib qolgan bo'lsam, 21-asrda hech narsaga yaramaydigan omadsiz edim. Endi esa oddiy qimorbozning tanasida qayta tug'ilibman. Har kuni xotinini urib xo'rlagani yetmagandek iflosligini qarab buni. Naqadar yaramas odam ekan-a. Azizim, uyg'ondingizmi? Kecha miyadashgan ekanman. Sizga gap qaytarmasligim kerak edi. Bu issiq bo'tqa sizga. Shunday go'zal va mehribon xotinini urib, vijdoni ozgina bo'lsa ham qiynalganmikin-a? Qanaqa harom odam bo'lmasa bu. Xotinjon, boshqa hech qachon qimor o'ynamayman. O'zimni o'ylayman. Pul topib oilamni boqaman. Yeb-ichishimizdan umuman kamchilik bo'lmaydi. U nima demoqchi? Hammasini tushunib yetdi. Bu safar unga ishonmayman. Avval buni iching. Singlim tashqarida tiz cho'kib sizni kutib turibdi. Buni iching-da, so'ng uni bozorga olib borib soting. Lekin Iltimos, buni iching. yaxshisi hozir ovqatni yey. Keyin borib pul topishni harakatini qilaman. Hali hammasi yaxshi bo'lib ketishi aniq. Kundalik qilinadigan ishlar ulandi. Tizim vaqti bilan kundalik ish harakatlarini sizga yuboradi. Uy egasini boyib ketishi uchun siz yordam berishingiz kerak. Barcha ehtiyojlarni qoplashi uchun. Bugun ikkita quyon daraxtga urilib o'ldi. Qadimgi chigirtka daraxti ostida. Ikkinchi topshiriq, Yunjin eridan juda ham xafa bo'lgan. Kecha oyisi qoldirgan sochli nog'ichni sotdi, yashash va kurash uchun. Bu tizim juda ajoyib. Bu narsa bilan tezda boyib ketishim aniq. Har kuni mazza qilib yeb-ichib, xotinim bilan badavlat hayot kechiraman. Lekin shoshma, xabarda aytilishicha, xotinim zahar bilan guruch sotib olgan. Nahotki bu ovqatda sen bu ovqatga zahar qo'shmading-a, to'g'rimi?